To'pir aka, men bor uzr, akam kelib qoldi, burilishda tursam aka. Ya unaqasi ketmaydi aka, endi birga ketamiz, to'g'ri tushunasiz. Ketib qo'yapman, uzr men bor. Qo'yapmanmas aka, men u yoqdan sizni deb kelyapman. Aka gaz tariflar, bu gazni kim to'laydi? Bu aka Yana bir ko'rishamiz aka. ko'rishamiz. Ya aka, hozir ko'rishamiz, hozir ketamiz. Bo'lmasa mana shu 4 mingni berasiz, keyin ketaman. Yo'q aka, men chiqib ketib qolibman, bo'ldi, xabarlashamiz. Orqangizdan yetib olaman. Aka, qanaqa mashinadasiz? Bo'lmasa chekara olib tursangiz ko'rishamiz. Meni ketgan gazini pulini bering, yonadigan minimalkani. Qancha gaz ketdi aka sizga hozir? Ha? Yo'q. Qancha gaz ketdi aka? 4 ming bilan yonadi, shu 4 mingni berasiz aka menga. Qanaqa 4 ming yonadi aka? U men oldimga keset qo'yiladi-yu, hisob. Siz oldida kelyapmanmi? U yoqdan gaz tariflab qayerga yetdingiz aka, qayerga boray? Yo'q, sizga qarang, odam yetganingizdan keyin qo'yiladimi? Ha, sizni oldingiz qani, men chaqirib turib ketaveryapsiz. Aka, men kallangizni ishlating, qaysi kalla bilan siz bu ishni qilyapsiz? Hammani tirikchilikda yuribsizmi aka? Akangiz kelam, bo'lak kelam, hali dogovor qilib turib, hali orqaga siyish deyapti bu narsa aka. Ertalab odamni asabini buzib, "O, nariyani keldim oldingizga." Bo'lmasa taksida yurmaysiz, sizga emas ekan taksi. Eshitdingizmi gapimni? To'pir aka, men bor uzr, akam kelib qoldi.